Esselamu Aleyküm. Aziz, muhterem, suyumluk Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Sizlar bilan yana bir qatim muloqot qilgan Allohga hamdlar olsun. Hammanglarga Allohning güzel salomlari olsun. Bugun yana bir suhbat mazmunini diqqatinglarga sunaman. Bu ta'xirsiz zaruriyatlarning biri bo'lganligi uchun so'zlayapman buni. Aslida o'tganlarda kuchini chiqargan ba'zi 2 yil bo'lgan, 1 yil bo'lgan ba'zi temalar var. Ular davomli aql surilib kelyotidi. Chunki texmi muhim aktual masalalar bizni boshqa mavzularni so'zlashga majbur qilyotidi. Bugungi mavzumuz siyosiy taqdirimizning eng cho'ng to'salg'ulari. Qarindoshlar, bu eng cho'ng to'salg'u deyilgan vaqtida cho'qimki bu Xitoylarning kuch qudrati degandek atom bombalari ko'z oldinglarga kelmasa. Bizning ichki to'salg'ularimizdanmi halqib ketolmayapmiz. O Xitoy tashqi to'salg'u. İçki to'salg'ulardanmi halqiyolmayapmiz. Tashqi to'salg'uga amal yo'q, ammo ichki to'salg'uga amalimiz bo'lmayapti. Shuna piyoda deyilayotgan to'salg'u ichki to'salg'ularimizdan biri. İlgirki videolardan birida ancha uzoqda bo'lmagan birida yaqindagi birisida tabriqchi tashkilotlar haqida datlangan edim. Shundaqla bu temani davomli tatalab turganligimdanmi bishorat berdi. Nima uchun? Nima uchun deyilsa bek ko'p sabab topiladi. Nima uchunning javobi bek ko'p. Ama en muhimi shuki, bundaq tashkilotlarning mavjudligi siyosiy ko'rishimizning putiga kishan yo'liga to'saq bo'ladiganligidandir va bo'layotganligidandir. Buni amaliyatimizda beshimizga kelganlar orqali real his qilyapmiz. To'g'risini desam, ilgari mana tashkilotlarning ko'p bo'lishining daxlisi yo'q, hammasi o'rtaq nishon uchun kurash qilsa bo'ladi deb qaraydi. Bo'libmi? İlmiy tashkilot sifatida o'tirg'i chiquvchilarning bir daxlisi yo'q. Ular ilmiy jihatdan va boshqa jihatlardan as qo'shsa, siyosiy tashkilotlar siyosiy jihatdagi ishlarni qilsa bo'laveradi deb o'ylab ekanman. Lekin mening o'ylaganimdek bo'lmaydiganligini amaliyat ko'rsatyapti. Yani bu bölünmelik asası gayb olan siyasi kurashga kuch qetishdan kishilarni to'sib qo'ydi ekan. Umumiy g'oya emas, kichik to'pning atalmish manfaatlari texmi muhim bilinib, asosiy kurashdan o'zini qochirishdek g'alati ahvollarni keltirib chiqardi ekan. Psixikamizni obdan o'qiy oladigan Xitoylar aslida mushundaq bo'lishini bilgachga bizning kishilarimizni teşkilatlarını kuruşqa rıg'batlantirayotgan gapdek turdi. Agar har qanday bir Uyg'urda siyosiy taqdirimiz hal bo'lmagan ahvolda kültürimizni saqlab qolish mumkinmi? Madaniyatimizni saqlab qolish mumkinmi? Bizning yetishgan odamlarimiz, ya'ni odam yetishtirayotganlardan so'rasangiz, aşı yetishtirgan odamlarimizning ko'p bo'lishining ahamiyati bormi? deb so'rasangiz, cho'qim bunga kutilgan javobni berishi mumkin. Ya'ni mumkin emas. Ahamiyati yo'q degan javob.
Ama amaliyotda o'zlari qatnashgan atalmış ilmiy yoki kültürel teşkilatlarning tarafdorlik maydonida tushuntirish bilan asosiy siyosiy kurash yo'limizni odamsiz qoldirayotganligini o'ylab ko'rmaydi yoki o'ylasimi, ha demak seni xalq qo'llamasa bizning gunohimizmi? Xo'p bo'pti deydigan tutum bilan yanada oqmayotgan siyosiy kurashlarimiz uchun yuragi etishmaydi. Torlardaki çoğallarının qanchalik yo'g'in bo'lishidan qat'iy nazar o'tirdi eqiyotgan hech qanday ishning yo'qligi odamni yig'iga qistaydi. Torlardaki havoga qarasangiz, har bir Uyg'ur vatan millat uchun o'zguchlik his qo'shyapman deb zan etadiganligini, qilayotgan ishi bilan tamanno qiladiganligini ko'rasiz. Haqiqatan tamannoga loyiq keladigan nurg'un kishi top ve oturda emgeklerini görürsüz. Kitap tercüm kılıvatkallar, film işlevatkallar, bilimsel dersler sözlevatkallar, film tercüm, kartun film işlevatkallar. Şundak bir menzirini görürsüz ki, hiç bir Uygur bekatılmayvatkandek, her bir Uygur vatan millet için öz hessini koşuvatkandek kaynam taşkın bir vaziyet. Bularga qarab, ya bu millat bo'ladi ekan juma, buncha tirishchan bir millat qandaqmi yo'qolsin deb qolasiz. Ammo biz surgunda hukumat bo'lish sifatida xalqaro yordamlarga yondashgan, yaqinlashgan, mana ana degidek manzillarga kelgan chig'imizda yordam beruvchilarning bizni kuzatish ta'sirotlarının qanoat hosil qilolmasligi tufaylidan yordam berishga loyiq ko'rmayotganligi javoblarga duch kelgan chig'imizda. Layoqtinglar yo'qkan degan mazmundagi javoblarga duch kelgan chig'imizda. Andan mana shu yaramasligimiz butun yalang'ochligi bilan o'tirg'i chiqib, bizni hijolat patqiqiga patiradigan ishlar beshimizga kelmoqda. Ana shu chaqda siyosiy kurash sepimizning parvizsiz tashlab qo'yilganligini, har kim o'z qazonini qaynatish urinishida ekanligini amaliy his qilmoqdamiz. İxtiyorsiz holda 1958-yillardagi Flat tog'lash to'lqinini ko'z oldimga keltiraman. Shu chaqda Xitoylar Sovet ittifoqidan aynan ko'chirib olgan bir shuvarni, ya'ni Flat ishlab chiqarishda Angliyadan o'tib ketish shuvarni o'tirib qo'ygan bo'lib, men cho'ng bo'lgan Kansu shahrining butun sayjilg'illari 10 minglarcha uchoq bilan chitinib ketgan edi. Bekorlik emgak kuchi G'asharga haydab chiqilgan dehqonlarning har biri birdan uchoqqa olib olgan. Her biri birer parça rodunu qozonga selib olgan, uylardan, bog' varallardan kesib chiqqan daraxtlarni o'tin qilib qalab, rodi eritishga urinilgan edi. Biri bu ish qonuniyatga xilof edi. O'tin qalab uchiq qozonda rodi eritkili bo'lmaydi. Chunki bu 2035 gradus qiziqlikni talab qiladi rodi degan. Yana biri uchoq bek ko'p, qozon bek ko'p, energiya bo'linib ketgan edi. Natijada yurtlarimizda daraxt qolmay kesib tugatilgan va bular qalab tugatilgan bo'lishiga qaramay, qozonlardan birisini qaynamagan edi. Kechiring. Bugungi bizning diaspora jamiyatimizda maydonga kelgan ushaq-tushak kappara kepek tashkilotlarmi mushunga o'xshash vaziyat tug'dirgan bo'lib, eng az 20 yerga qozon esilgan, her kim yoki her top to'xtamay tirishib o'z qanatiga qozoniga o't qilyapti. O'tin tugayotidi, ammo qozondagi suv issay demaydi. Natija shu bo'ladi-ki, bu 20 qozonning hech biri qaynamaydi, ammo biz o'tinlarimizni qalab tugitamiz. Biz duch kelayotgan vaziyat shu, qarindoshlar. Bizning mavjud saviyamiz, mavjud kuchimiz bilan yetmoqchi bo'lgan g'oyaga yetish mumkin emas. Tinch bir vaziyatda. Ya'ni dushmanlarimiz umumiy bir cho'ng tipdagi urushga daxil bo'lmagan vaziyatda.
Mümkün emas. O halda çokum bir küçük devlet arka çıkışı lazım. Bundaq devletler var mı? Siyasi stratejilik tanqonluq ve siyasi stratejilik zürüriyetler noktasından küstüdüğün bolsak, bundaq devletler var. Dünya tertibinin buzuluşu ve yeni dünya tertibige hamildarlığı bugün her kim tarafından tahmin kılınavatkan, kütülüvatkan bir reallik. Bundaq bir vaziyette bazı devletlerinin ciddi manada birer canlıq kuzurga ihtiyacı bulunduğunu mı mölçerleş mümkün. Lekin nahayeti afsus. Bunu biz emas, Xitayla mölçerligechke. Biz dumbaldı. Xitayla mölçerligechke allaqachon bunun oldini elib tadbir ko'rib tosma to'sib bo'lgandek turdi. Qandaqmi? O'zlarimizning qo'li bilan kibrimizni g'idiqlash, cho'nglik hirsimizni g'idiqlash, tarafbozligimizni g'idiqlash orqali yana istixborot yo'li orqali. Chunki ko'zirga ehtiyoji bo'lgan bir davlat yoki ma'lum kuch yoki kuch nuqtalari bizning safamizni o'ylashimiz bo'lmaydi. Buningga hammanglarning ko'zi yetsa kerak. Yana bizning siyosiy yo'limizni dangsimasdan bundaq bir yordamni qaysi to'pqa ba'si roli bo'ladiganligini bekitadigan ish. Shuni qistirib qo'yay, Xitoylardan ayrilmay, demokratiya talab qiladiganlarni bundaq cho'ng o'yinlar uchun ko'zir qilishga bo'lmaydiganligini biladi. Xat biladi. Shuni bundaqlar bir xil saviyada, xuddi sakratdagi odamga demidi suytamitilgan shaklda tutib turiladi xolos. Ular ya ölmeydi, ya karvattan turib ketgidek saqaymaydı. Yıllar şundaq ötüdü. Uyun qurduğanlarga Xitaydan üzül-kesil qutuluşunu nişan qıyğanlar yaraydı, ama g'ayning to'g'ri bo'lishini kifoya qilmaydi. Yana bir bölük yaramlıq kadr şundaqla xalqning zo'r ko'pchiligi ergishadigan bir to'p bo'lishi lozim. Mana shu tufaylidan tirishchanliklarimiz bekor ketmoqda. Haq bizden ümitsizlenmekte. Lekin başka texamı uygun kuzur bulmagaçka yanılı bizni küztüşün devam kılmakta. Faaliyetlerimizni ergişivatkan ommani vücut çıkıralavatkan işlerimizni küzetmekte. Ama biz yeterlik sapalık kadar yokluğunun planlangan işlerini kılanmayvatırız. Bizden bunca ola büyük oralığımızı düşüngen dostlarımız yana amalsız bizge kadr yetiştirip berişkimi ma'qul bo'ldi. Ama biz o'qiydiganga adam topolmadik. Bunda ahvollarga bir qitim yo'liqsaq edik. Yana bir bahonalarni ko'rsatib o'zimizni oqlab ketalaydik. Bir qitim bo'lmadi. Her daim bu yusunda osal bo'laversak, oxirida nima bo'ladi? Buna aşı öz aldığı həs qoşuvatqanlar, top süptüdə allaqandaq bir işlerini qılıb milletinin kültürünü, medeniyetini saqlab qilishqa töhfə qoşuvatqanlar oylanlar. Üzünün qazanığı yoki öz uçqığını çoğtartvatqanlar oylanlar. Oylanış sualı şu, bu millet asaretdən qandaq qutuldu? Oylab baxanlar. Tabii ki aldı bilen en mühim bo'lgan siyasi küreş ve siyasi güreşinin terakkiyatı boğan kurallık güreş bilen bo'ladi. Kültürel hessiler, medeniyet saqlıqçılar, edebiyatga hessi qo'shquchilar, san'atga hessi qo'shquchilar. Yana boshqalarning roli faqat ve faqatla asosiy iqlim ko'rishimiz muvaffaqiyatli bo'lgandilar, ondan ahamiyat topadi. Bo'lmasa yo'qolish taqdirimizni o'zgartirmaymiz. Bu buluvatqanlar Uygurlarda iqtidarlıq adamlarının kemligidan emas, qarindoshlar. Bölünüp ketganligidan, türlük faili mechul toplağa bağlı bilinganligidan en asasi kurash sepiga adam tepilmayotdi. Halbuki adab en çoğu buluşqa hammaning ustida hukmronlik qilishga hirs qilayotgan ve bu yolda to'xtamay tirishib yeni tashakküllarni barliqqa keltirayotganlar zodi kimning manfaati uchun ishlayotganligini obdarroq o'ylash kerak. Xalqmi bularni o'ylash kerak. Tashqi yordamlar mavzusida nishonga bizdanmi bek yaqinlashganlar bo'lganmi? Ta ki 2. Cumhuriyet devridagi Sovet yardımıdan bu günge kadar menimcha hech kim
İlgirimi köp qatim tilga ilib o'tdim. İlgirlari ba'zi davlatlar odam yuvatib bizninkilarni izdigan ahvollar bo'lgan. Bizga nima talabing bor deb so'raganlarning bo'lganligini hammanglar bilasizlar. İsa Yusuf ikki bolasiga oid talab bilan ishni tugatgan. Rabiya Qodir xonimmi Bush bilan kurashganda ikki bolasining gapini qilgan. Shundaqla ba'zi takliflarni bizninkilar qo'lining keyni bilan ishtirib o'tgan ishlar bo'lgan. Eng oxir qism deyman, 2017-yili Turkiyadagi qarindoshlar uchrashishiga Hindiston elchixonasidan odam kelgan. Sizlarga nima kerak, nima qilib beraylik? Ama bu janoblarning bunday bir ish aqlida bo'lmagan chiqar. Bunday bir plani bo'lmagan chiqar. Hatta shunimi ta'kidlab deymanki, bunday bir niyati bo'lmagan chiqar. Gansadik o'tirib qolgan. Va biz bu haqda texi o'ylashmadik degan javob bilan qutuldik. Bizning davrimizga kelganda chet elliklar bizning odam bo'lishimizdan tamoman umidini uzib, ishlarini taqab bo'pti. Chunki tajovuzlarni qabul qilib, shulardan ayrilmay yashaymiz degan bir millatga haq qanday qarish kerakdi? Tükürib qo'ydi. Boshqacha bo'lmaydi. Mana shu vaziyatda biz ming ishga do'qirib, ming balada ba'zi yuchuqlarni echayotganimizga beg'am xalqimiz nazar guzurini solg'ini yo'q. Ha, surgun hukumatmi? Bo'ldi. Ammo Xitoylar diqqat qilayotqachqa, buning oldini olishning choralarini shunday obdan amaliylashtırdiki, biz yoki umumiy Sharq Turkiston xalqi bularni xuddi normal bir ish, foydali bir ish sifatida qabul qilmoqda. 2005-yilmi institut akademiya to'kiladigan yerga yetganligimiz bularning har biri eng az 4 ziyolini atrofida tutuvasimi, qanchalik odam shu madaniyatga siqatadigan ko'chada mashg'ul bo'ladiganligini mo'lcharlash ta's emas. Madaniyatni saqlab qolishda his qo'shayotgan ziyolilar, kulturimizni saqlab qolishda his qo'shayotgan ziyolilar, adabiyotimizni gullantiruvchi yozarlar, tor toplarda her xil guruh uyushtirib, guruh qurib Sharq Turkistonliklarga bilim berayotgan shaxsiy qahramonlar. Sizlar aqlinglar bilan shunga javob beringlar. Siyosiy taqdirimiz hal bo'lmagan ahvolda sizlarning madaniyatimizni saqlab qolish yo'lidagi buyuk tirishchanliginglar bilan mavjudligimizni qanchalik vaqt saqlab qolg'ili bo'lar? Kulturimizni qanchalik vaqt saqlab qolg'ili bo'lar? Edebiyatımızı qanchalik vaqt saqlab qolg'ili bo'lar? Shu xalqimiz uchun kitob tarjima qilib berayotgan bilim egallari, dars berayotgan, xalqimizni oqartish uchun kurash qilayotgan qarindoshlar, sizlarmi javob berib beringlar. Agar siyosiy taqdirimiz hal bo'lmagan ahvolda sizlarning emgakinglarning ahamiyati qanday bo'ladi? Har biringlarning buyuk emgaklarini foydasiz demoqchi emasman. Eğer milletimiz hür, vatanimiz müstakil bo'lgan bo'lsaydi, her bir şahsning, her bir Sharq Turkistonlikning shaxs sifatidagi bu tirishchanliklarini muayyanlashtirishga bo'ladi. Shunisi biz munqarz bo'lgan bir davlatning xalqi bo'lish sifatida oldi bilan ko'ngil biladiganimiz siyosiy taqdirimiz bo'lishi, oldi bilan xizmatni mana shu yo'lda qilishimiz kerak. 20 yerge esilgan kazanını hiç bulmasa 2-3 yerge kıskatıp bir kazanını olsun kaynatışıp tırışmasak suğu ısık ötmey durup otunumuzu tügeydi. Qarindoshlar, arada bazılar Sharq Turkiston Milliy Armiyasini qayta qurib chiqish yoki qurolli kuch tashkillash loplari bilan og'zini tatliq qilib yurishdi. Shu chaqda men bu ishlarning orzu bilan bitmaydiganligini, ichki shartlar va tashqi shartlarning qanday bo'lishi zaruriyatlarini deb o'tdim. Bu mavzu xalqimiz uchun nihoyatda jalbkor. Qurolli qo'shin har bir Sharq Turkiston xalqini qiziqtirdi. Agar bu ishni ma'lum bir to'p qiladi desanglar, agar qiladi desak, buningmi Sharq Turkiston surgundi hukumati eng yaqin
Bunu mu dep koyay? Onunla biz yakın. Çünkü o yolda kılavatkan işlerimiz var. Eçilavatkan yuçuklar var. Yakın kelgüsde yaki kiyinrakta moşundak bir rolunu oynayalaydıgan birden bir organ sürgün hükümetin var. Bu işinin mi yuçukları, yıpışları bizge en yakın. Bu mu küzetkiçilerinin küzütüşü astideki sapağımızga bağlı. Bir siyaset kursu üçün adam çıkmay osal ahvalga düşken bu ameliyatı birleştirip oylattırınlar. Kırındaşlar, bundan bir kurallık koşunga cançı oluduğun adam nerede? Mana bu bizni korkutmakta. 20 döngde birden muma, 20 haman, hiç kaysının payını yumuşamay, ulaqla halıdın kitadigan bir vaziyet. Yukarıda tılgı ilingandık. Bire yardım bergüçü taşqi köç, kilip, nime telefonlar ba dep sorsa, sizlerning adaqi arzuyuңlarga uygun kildigan tüpki milli menfaatinglarga uygun kildigan javobni beralaydigan birden bir teşekkül. Yanada sürgün hükümet. Bir milletning, bir devletning vekiligi yarışadigan mazmunda talep sunalaydigan birden bir teşekkül sürgündü hükümetin var. Rastında aytganda biz yıkıllaşkan bazı menziller şu anda Rusya-Ukrayna uruşlu tüfeğilden qatlı turup kalgan bolsumu aman biz bu nişanlığı yetmeye koymayız. Bizning birden bir kaygımız hak bizge işiklerini açkanda kılıdığan işe layık adamını tapanmasak kandak mı kılamayız degenden ibaret. Xulası şu ki Xitaylar vaziyetimizni to'g'ri mo'lcherli geçke, keyingi chaqlarda bilarmanlarni qo'lidan ish keladiganlarni bog'lab olish uchunla atalmış ilmiy tashkilotlarni haddidan ziyoda ko'paytirib etdi. Bularni palonchi qildi, po'kinchi qildi deyishinglar mumkin. Bu hodisaning ko'ringan yuzi, qarindoshlar. Yana halqi Xitoylar e'lon qilgan materialdagi mazmunni aslanglar. Mustaqillik talebi bo'lmagan tashkilotlarni ko'paytirish va kuchaytirish. Bu deganlik Xitoylar o'zlari kelib, qizilboshliq hujjatlar bilan bunday tashkilotlarni qurdi deganlik emas. Yoki markazdan manchi pul ajratdik deb oshkora madad berishimi notayin. Buni istixborotchilar orqali o'zimizning yaxshi niyatli odamlarimizni ishga solib barliqqa keltirdi. Ve qandaqdir bir saxovatchining yordami shaklida iqtisodiy jihatdan madad beraverdi. Shunlashda millatimizning mustaqilligini o'ylaydigan ishingizdan shunday bir orzungiz bor, biri bo'lsangiz, bu ishlarni takror o'ylab ko'ring. Bir ilmiy tashkilot qatnashish bilan bir siyosiy tashakkul doirasida xizmat qilish bir-biriga zidmi kelmaydi aslida. Lekin biznikileri qandaqdir ilmiy xizmatlar orqali millatga qo'shish, siyosetga aralashmaslik shuari bilan bu kishilarni siyosiy tashakkullarda xizmat qilishdan cheklayotganligi masalaning diqqatga sazovor tarafidir. Agar siyosiyga aralashmaslik talab qilinmagan tashkilotdagilar bir vaqtda siyosiy kurashlarda rol olsa, nima ish bo'lmaydi ekan? Yoki siz haqiqatanmi ozodlikni orzu qilsangiz, sizdan bunday bir yo'lsiz talabni qilgan tashkilotda turaverishingizning boisi nima? Albatta tark etishingiz siyosiy kurashga, mustaqillik kurashiga qatnashish vijdoniy burchingiz, uyg'urlik burchingiz, musulmonlik burchingizdir. Agar qilayotgan ishingizni siyosiy kurash yo'lida kollektiv ichida qilmasangiz, o'ynayotgan rolingizni siyosiy kurash ichida o'ynamasangiz, faili mecbul teşkilatlardan adacıda bulmuşsunuz. Kelgüsü 10-15 yıl içinde yo'qotgan fırsatlar tekrar gelmeydi. O çağda puşaymanga kaça çıkavağıdek aç tepilmaydi. Kırındaşlar, muşa gipin tanımlarda olsun. Fırsatımız anca köp emas. Cheksiz fırsatlarga ega emasmiz. Burnumuzga taqashdan qismatimizdan ko'rilayotgan u ki, agar oldimizdagi 20 yil ichida biror ishning peshini tutolmasak, tarix sahnesinden uçurulup gitemiz. Siyasi takdirimizin hal buluşu kainatның qara önkürlerdek qarangılık batıdı. Ana şu çağda siz kılavatkan aş bugünkü büyük esile, büyük hizmetlerinin mevcutluğumuzda bir hiç
kechikkanligini tunib yetasiz. Ammo bek kechikkan bo'lasiz. U holda biz milliy kimligimizni qanday saqlab qolamiz? O'ptaraq o'yilmi? Qarindoshlar, bugun mushayagichi bo'lsin. Kelgusida yanada bu tafriqchi tashkilotlar haqida mulohazalarimizni davomlashtirishimiz mumkin. Allah hammanglarni niyat qilgan buyuk ishlaringlarda muvaffaq qilsin. Hammanglarni aman qilsin. Xayr xo'sh.